Sheva adabiy tilning ozuqasi bo'ladi. Uni men judayam hurmat qilaman. Hamma shevalar bir-biridan chiroyli, go'zal, lekin u ommaviy axborot vositalariga olib chiqilmasligi shart. Gazeta, jurnallar, televideniye, radio, ijtimoiy tarmoq bu ommaviy axborot vositalari bo'ladi. Ommaviy axborot vositalarida har bir viloyat, shahar, tuman uchun hammasiga alohida emas, bitta o'zbek adabiy tili joriy qilingan. Kim nimani xohlasa, qaysi shevada gapiraveradigan bo'lsa, bu anarxiya, boshboshdoqlik bo'lib qoladi. O'sha mahalliychilik kuchayib ketadi. Shuning uchun ham ommaviy axborot vositalarida faqat adabiy tilda gapirish zarur. Men maktabda, kollejda ishlaganman. Ana shu yerda o'qituvchilar juda ko'pi shevada dars o'tar edi. Lekin men hamisha adabiy tilda o'tishga harakat qilar edim. Endi mana bu ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapmiz. Turli tuman videolarni ishlashyapti. Hammasi o'zini shevasida xohlagancha gapirishyapti. Hattoki yozuvlar ham shevada ketyapti. Adabiy tilni unutmasligimiz kerak. Keyingi yillardagi o'zbek kinolarini oladigan bo'lsak, hammasi sheva bo'lib ketdi. Bunday bo'lishi mumkin emas. Adabiy til qayoqqa ketyapti? Axir butun shevalarni, millatni birlashtiradigan vosita bu adabiy til-ku. Bir vaqtlar Olimxo'jayev degan nihoyat darajada bir kuchlik aktyorimiz bo'lgan. Alisher Navoiy rolini 700 marotaba ijro etgan. Ana shu aktyor nutqim buzilmasin degan maqsadda hattoki ko'chada, bozorlarda ham faqat adabiy tilda gapirgan ekan. Ko'p filmlarni ko'rsak, juda bir g'alati shevada gapirishyapti. Juda ham xunuk. Bitta hatto qarangki, xotin bir-biri bilan ikkita shevada gaplashyapti. Bittasi men sen deyapti, ikkinchisi man san deyapti. Bittasi votdi deyapti, bittasi opti, yana boshqasi o'tdi, yana bittasi yapti deyapti. Bitta oila, bitta mahallada turib bir nechta shevada gaplashilmaydi-ku. Hayotda ham to'g'ri kelmaydi, ekranda ham to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun biz o'z millatimizni, o'z xalqimizni, o'z tilimizni, vatanimizni sevishimizni mana shu adabiy til orqali ifodalashimiz zarur.